Hazinem Torpil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımizga qo'shila olasiz. Turk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamisiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Londondagi tanholiqimda vaqt nihoyat barakatlik edi. Ba'zida kun bo'yi hech kim bilan gaplashmaydigan kunlarim bo'lib qoladi. Bundaq kunlarda atay birasiga telefon qilib 4 og'iz gaplashib qo'yaman. Na kitob, na tafakkur g'aroyim bormagan oqshomlarda inglizchamni oshirish uchun kompyuterda film ko'raman. Ko'rgan filmlarimning ichida bir ikkisi meni hozirmi o'ylashga majbur qiladi. Uning biri qumluqdagi sher bo'lib, 2-Dunyo urush mezgilida Liviyaga besib kirgan Italiya armiyasi bilan partizanlik urushi olib borgan Liviya partizanlari va ularning yo'lboshchisi Umar Muxtarni asos tema qilgan edi. Benito Mussolinining Liviyani abadiy tinchitib tarixdagi Rim imperiyasining shon-u shavkatini tirildirish xiyol o'ylamagan yerdan yo'g'on chapalliq Liviya qabilalari tarafidan barbod bo'lganda, u general Rodolfo Graziani hukmron sifatida Liviyaga avatidi. Oddiy bir mudarrislikdan fashizmga qarshi partizanlik urushining rahbariga aylangan Umar Muxtar bu urushning uning umrida nusrat qozonolmaydiganligini mo'ljallasmi, kurashga murassasiz keskinlik bilan atlandi. General Grazian Liviyani tanka, zambarak va urush aeroplanlari bilan mahkam qamoqlab turdi. U yerlik aholilarni o'ltirish, qirish, o't qo'yish, zaroatlarini chaylash qatorliq vahshiyona usullarni qo'llandi. Liviya partizanlarining quroli oddiy, urushda nihoyat zo'r talofatga uchragan bo'lsa-mu, o'zlarining tezbikmas ro'yi bilan urushni 20 yil davomlashtirdi. Grazian kazzoblik qilish, va'dasidan tinib olish qatorliq urush qonuni va insoniy haqqa xilof qilmishlar bilan taqobil turdi. Grazian Liviya partizanlarining urush qilish mahorati va qaysarligi qoyil bo'lmay turolmaydi. Oxirida partizanlar rahbari Umar Muxtar urush maydonida qo'lga tushib qilib, Italiya doiralarining murassa talablarini rad qilib, ular tarafidan darg'a eslab o'ldirildi. Filmdagi Umar Muxtarning obrazi nihoyat jonliq bo'lib, kishiga unutilmas ta'sirot berdi. U oddiy ammo pok ko'rinadi. Bu holati bilan u o'z xalqining orasiga singib ketadi. U mushkul va xatarlik paytlarda tamkin ediki, go'yo hamma qismatni qabul qilib bo'lgan edi. U atrofidagilarni tashkillashda o'zining inovatini pash qilib yurmasdan puxta tuzilgan tadbirga tayinadi. E'tiqod uning hayotidagi har bir harakat, har bir so'z, har bir qarorida mukammal aks etadi. Filmdagi ikki ko'rinish yodimdan chiqmaydi. Partizanlar urushdan qaytidi, bir kichik o'g'il bola onasi bilan birga urushdan qaytgan qahramon dadasining oldiga qarshi olg'ili chiqadi. Boshqalar omon-eson qaytib kelgan azizlar bilan quchoqlashib ko'rishidi, yig'lashidi, kulishidi. Kichik o'g'il bola bo'ynini so'zib shuncha qarab ketgan bo'lsa-mu, dadasining qarshisini ko'rolmaydi. Uning sahib Jamol onasi to'pga qaragan sari taqatsizlandi. Biroq ular shu qarab turgan peti jigan holda turib qoladi. Kichik bola chedirda qo'lini yuvayotgan Umar Muxtardan so'raydi. Dadam qani? Dadangni Alloh yaxshi ko'rdi ekan, o'z dargohiga chaqirib ketdi. Ana hammani tushundi. Bola chekchagincha turib qoldi. Umar balaning qo'lidan yetlab sirtqa chiqdi va birpas o'ynashidi. Men dadamdan kichik qilg'ashqa oqshapaq to'ppi kiygan ashu kichik o'g'il balaning taqdiri va qiyofati zehnimda tiran o'rin oldi. Yana bir ko'rinish Umar boshliq partizanlar atrofini tajovuzchi askarlar qo'g'laydi. Partizanlar qumluqda bo'ktirma qilib o'ylamgan yerdan chiqib Italiya askarlari qattiq zarba berdi. Bir o'smir askar asirga tushdi. Partizanlardan bir ikkisi bola askarni ujuqtirib etmoqchi bo'ldi. Umar Muxtar tutqunni o'ltirishga bo'lmaydi, deydi. Biroq ular odamlarimizni o'ldirgan, deydi kimlardir g'azab bilan. Ular bizga ustoz emas, deydi Umar. Aslida islom ahkomlarida asirlarni o'ldirish cheklangan edi. U biz odam o'ldirish uchun emas, vatanimiz uchun urushyapmiz, deydi va yerga tushib ketgan Italiya bayrog'ini ilib bola askarga tanglab. Bu bayroq bu yerga tava emas, ilib qaytib ket, deydi. Mazkur film Kazafi hukumatining mablag' bilan Mustafa Akkad tarafidan 1981 yili ishlangan bo'lib, filmni 1982 yili Italiya doiralari Italiya armiyasining shon-sharafini bo'lg'igan deb ma'ni qilingan. 2009 yil iyunda Kazafi Italiyaga ziyoratga borganda Italiyaning Osmon televiziyasida rasmiy tarqatilgan. Hozirgacha pat-pat ismi kelib turadigan yana bir film Adaxlama. Filmda Viktor Navrozskiy degan odam kendi xalqaro aerodromiga tushadi.
Biroq uning aerodromdan chiqib Nyu-York shahriga kirishiga ruxsat qilinmaydi. Aslida u Amerikaga qarab safarga chiqqanda uning davlati Krakojiya bu bir uydurma ism bo'lib, Krakojiyada ichki urush boshlanib ketib, Amerika hukumatı o davlatni egilik huquq ega davlat sifatida tunimaydi. Shuning bilan Viktor Navorskiy ya Amerikaga kirolmay, ya davlatiga qaytolmay adoqlimida turib qoladi. Navorskiy nurg'un mushkulotga duch keladi. U bo'shagan yukda qarorlarni radlab joyiga tizib, uning haqqiga bo'l kelib yeydi. U adoqlimida turish jarayonida ba'zilarning yomon g'arazdagi muomalasiga, ba'zilarining do'stona yordamiga erishidi. Viktor Navorskiyning Nyu-Yorkga berishdagi maqsadi mashhur yuqori ovozli arnaqshchi va saksofonchi Benny Golsondan imzo to'plash edi. Uning dadasi jaz muzikasi mastanisi bo'lib, 1958-yili Vengriyadagi bir gazetda e'lon qilingan Harlemdagi ajoyib kun degan suratda uning borligi bayqaladi. Navorskiy suratdagi 57 nafar jaz muzikchisining imzosini olaman deb ant ichidi. Oxir Krakojiyadagi urush tugab tinchlik asliga keladi. Navorskiy bir amallar bilan Nyu-Yorkga kirib, uzun turmayla vataniga qaytadi. Film Baku aerodromidagi 15 soatlik yegonaligimni asıltib qo'ydi va shuning uchunmikin diqqatimni tortdi. Odatda menga poyezd stansiyasining kutish zali bilan aerodromning adoqlamasi so'g'uq bilindi. Bakudagi 15 soatlik kutish bu so'g'uqlikni texmi avjiga chiqardi. Viktor Navorskiyning kechirmishi yumoristik vositalar bilan ko'rsatilgachga turmushdagi baxtsizliklar komediyalik tamiga kirgan. Shu filmning hasrat tusi uncha quyuq emas. Viktor Navorskiy faoliyatchan, emgakchan, qo'ldan ish keladigan odam. U sabrchanlik bilan ishlaydi va bu orqali boshqalarning hissdoshligini qo'zg'aydi. Vaholanki filmdagi Viktor Navorskiyning prototipi bo'lgan Mehron Karimiy Nasisri ning taqdiri nihoyat echinishli edi. Mehron 1942-yili Eronda tug'ilgan bo'lib, 30 yoshlarda Angliyada o'qigan. U 1977-yili podshohga qarshi harakatga qatnashganligi uchun Erondan haydalib Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oliy komissiyasining panohligiga erishib, Belgiyada turmoqchi bo'ladi. 1986-yili Angliyada turishni niyat qiladi. 1988-yili Angliyaga berish safarida uning sumkasi Parijda bir tarafidan o'g'irlandi. Sumkada albatta uning pasporti bor edi. Garchi u Londonga boradigan aeroplanga chiqib bo'lgan bo'lsa-mu, Parijga qaytarildi. Shuning bilan u tamoman davlati yo'q bir odam sifatida Parijdagi De Gaulle aerodromining adoqlamasida o'zining g'ayri tavallik hayotini boshlaydi. U faqat adoqlamada turish huquqiga ega edi. U 1988-yildan 2006-yilgacha shu yerda turib davolanishga to'g'ri kelib, Parijda davomli panohlanib turgan. Uning bu kechirmishlari dunyo xalqiga oshkor bo'lgandan keyin u vaqt kitoblar yozilgan. Adoqlama degan bu filmmi dal Mehronning so'zguzashtlarini material qilgan. Yashagan zaminda siyosiy istiqboli bo'lmagan kishilarning vatani zodi qayer bo'lishi kerak? Bu jahondagi jami siyosiy musofir muqarrar duch keladigan savol. Javobni real vaziyatga qarab o'xshamaydi albatta. Mehron boshqa bir eldan panohlik izlab 18 yillik umrini aerodromdagi kichikkin bir bo'shliqda o'tkazdi. Ba'zilarning siyosiyning yuzi yo'q, ko'zimi yo'q degani ashuna qismatlar toza udul kelsa kerak. Film meni falsafiy o'ylarga undagan bo'lsa, uning turmushdagi xuruj bo'lgan Mehronning so'zguzashtlari meni zilzilaga soldi. Mayli Viktor Navorskiy, mayli Mehron bo'lsin, xalqlik paytlarda o'zining shaxsiy tanlash huquqidan ayrilganlar bo'lib sanaladi. Nima qilish ularning erkida emas, ular o'zlarining tasavvur qilmagan kaj taqdirining kirisi tirikishidi. Ko'z oldi har qancha qorong'u bo'lgan holatda umid bilan yashaydi. Bu ahvolni kishilik turmushga yetkazsak, shuni his qilib bo'ladiki, biz oxirlashish va boshlanish momentidagi ilojsizlikqa yo'liqib turamiz. Xuddi Mehrondek oldiga yoki keyingi mang'ishdagi tashabbuskorlik huquqimizdan ayrilib qolamiz. Bizga qoldig'ini faqat nafas elish. Bunday vaqtda barliq oliyjanob o'ylaringmi o'z-o'zingizga band bo'lib qoladi. Lekin tarix sizdan ancha yiroq bo'lmagan bir yerda o'zining shakli va mazmunini tadrijiy o'zgartib turgan bo'ladi. Siz hamma narsa o'zgarmay shu bitib turgandek his qilib mayuslanasiz. Kutishlaringizni pasib beqinishda davom etasiz. Tarix xuddi o'simlikka o'xshash jim turgan ravishda yetilaydi. Buni o'simlikka kunda qarab turgan odam ro'shan sezolmaydi. Shunday qilib siz tarixning qo'yniga qanday xiloji kirib qolganingizni bilmay qolasiz. Aerodromning kutish zali kutish, gumon, bexatarlik, o'zining kimligini bildirish qatorliq ziddiyatli kechirimish bilan to'lgan bo'lib, kishilar bu yerda imkon qadar uzoq turib qolmaslikni orzu qiladi. Lekin bugungi dunyodagi har qanday uzun safar ashunday tashvishni yiqilg'u qiladi. Menmi qandaqdir bir aerodromning adoqlamasida turvatamdim, qandaq kelmishim qayon, bormishim qayon.
Yataq və kütüpxana aralığındakı mexanik turmuşdan zerikkinimdə ko'cha avtobuslarga chiqib aylanib kelaman. Kartani 3 qatim surkigandan keyin 4-chi qatimdan boshlab kartadan pul chiqim bo'lmaydi. Xohlaganimcha ko'cha kezatdim. Men uchun aytganda har bir ko'cha bo'ylaridagi binolar, men uchratgan har xil irqdagi odamlar, ularning qiliq harakatlari tamoman yangi bo'lib, qandaqdir jonliq yiziq edi. Men bu yiziqlarni o'qib, London haqida, kishilarning ro'y holati haqida o'zgacha ma'lumotlarga ega bo'lardim. Qandaq o'qishni bilgan odamlarga nisbatan hayotmi yaratquchining irodasi bo'yicha yozilgan mo'jizalik kitob. Bu kitobning oldida kutubxonadagi kitoblar hamon cho'lta va bir taraflama bo'lib chiqadi. Men uchun sirtlan aylanishimning yana bir afzal tarafi bor edi. Men o orqali navqiron bo'ytaq erning vujudidagi axloqiy ufqimdan halqib ketgan tashnoliq, xiyoliy istaklardan vaqtliq bo'lsa-mu o'zimni xalos qila oldim. Hatta ba'zi kunlar ro'z tutib, vujudimdagi isyonlarning vaznini ojizlatishga tirishatdim. Odam o'z vujudidagi omillarni muvozanatda saqlayman desa, qo'lidan kelgan aqliy vositalarni ishga solmay bo'lmaydi. Lekin bir odamning aqliy kuchi zodi qanchalik? Jubda halolsiz mukammal erni tasavvur qilish mumkinmi? London ko'vrigining rishatkasiga yo'linib, Times daryosiga nazar silish xeyli ko'ngillik edi. Sular muloyim ravishda leyib oqatdi. Cho'ng kichik sayohat kemalari yiroq yaqinlarda o'zib yuradi. Yeyilib turgan daryo qinining ikki qasniqida ancha egiz bo'lmagan hashamatli binolar derazalarini daryo tarafga qaratib parqiraydi. Daryo diqqatga sazovor namoyishchilar sepidek lumishib, binolar quchuqida yiroqqa so'zilgan bo'lib, shaharning so'ltini mushu yerda ko'rgil bo'ldigandek edi. Osmondagi qo'g'ishun ranglik bulutlar daryoning o'siniga boshqacha bir tus beradiki, u xolislar daryoga qo'shilib ketalaydi. Daryoning muzdek shamli yuzimga urilgan sari ro'yim ko'tarilib qoladi. Men o'rnimdan midirlamay turganimcha shamollarning urilishini mazza qilatdim. Bu jahonda irq, millat tuzum ayirmay hamma odamga o'xshash muomala qiladigan faqat shamollar bo'lsa kerak deydim ichimda. Ko'z oldimdagi daryo xuddi mendan chiqib eqiyotgan quvvatdek dengiz tomon oqatdi. Times daryosining qasnoqlarida har xil simvollik haykallar va ko'rinishlar bilan zinnatlangan piyodalar ko'chasi bor. Ko'cha bo'ylab qahvaxona, restoran, qahvaxona va pivoxonalar joylashgan. Kuchli qahva hidi burnimni g'idiqlab, ishtahoyimni qo'zg'aganda qahvaxonaga kirib issiq qahvadan sumirman. Chunki u bir musofirning o'z oldiga qila oladigan ishlarga kirdi. Times daryosining lumildab turgan yuzda chiroq sho'lalari jilvalanganda ijara olgan uyimga qaytishim kerakligini esimga olaman. Lekin u yerda meni qarshi oladigan hech kim yo'q. Men u uyga emas, boshqa bir uyga qaytib baqsam deyman. Bir odamning u yer bu yerlay berib biqishi mumkin ekan. U o'z saylisining uzilmasligini umid qilishmi mumkin ekan. Bularning ko'ngillik bo'lish uchun shu odamning qaytmasi zodi bo'lmaydigan mustaqil uy bo'lish kerak ekan. Uy to'g'risida gap bo'lganda Londondagi kechirmishlarim esimga keldi. Xatolashmasam Angliyada 5 qatim uy ko'chgan bo'lsam kerak. Bu jarayonda tamoman 5 xil xuyba 5 xo'jayinni ko'rdim. Shularning ichida Kulabi o'zigacha bir odam. Uning men ijaragashlik qilgan bir vatandishimizning do'konda tunji qatim ko'rgan edim. Hozir ko'z oldimga kelgani uning o'skilan qora budur chechi bo'ldi. Pakar, dixmaq bu odamning chiroyini qo'riq qaplab ketgan bo'lib, saqilni olmagan xeyli kunlar bo'lgandek qiladi. Uchisidagi kostyum to'la kiyganlikdan shundaqmi pedadan tushib pashlari udul kelmay qolgan edi. Lekin uning ko'z nuri o'tkir edi. Ko'rishganda odamga mag'rur qo'l sunatdi. Ko'rishgan vaqtimizda uning yana bir quliga diqqat qilib qoldim. Chapinning so'l yengining sirtida aloqan yoki barmoq yo'q edi. U uzun o'tmayla biz bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Vatandishimiz ashunda g'alayt odamlar bilan tunishib qolishga usta bo'lsa kerak. Besh qayg'an musofirlar andisonda bu do'konda paydo bo'lib qoladi. Vatandishimizning bayonidan ma'lum bo'ldiki, Kulabi aslida Sipros fuqarosi bo'lib, Angliyaga kelib siyosiy panohlik talab turg'ili bir necha yil bo'ldi. Tilikining rasmiy qabul qilinishini kutib turib o'tibdi. Taqdiri qiziq. Bir oydan keyin men Kulabining mehmoni bo'lib qoldim. Qarindishim Xalmurod bilan Seven Sisters degan yerda bir uyda turib edik. Qo'shnilarimiz ushshaq so'z chiqib qoldi. Uning ustiga u uyning munchisi qulaylik emas. Yuyundigan odam ko'p edi. Buningdan ancha rozi bo'lmay turayotgan vaqtimda Xalmurod yilqi vatandishimizning do'konda Kulabi bilan uchrashib qopdi. U Kulabidan uning iltijosining hukumat tarafidan qabul qilinib, xos uy berilganligini, berib bil o'ltirib qizg'in qarshi oldiganligini anglabdi. Xalmurod meni Kulabining uyiga ko'chib ketishga har amallar bilan qiziqtiradi. Bir kun Xalmurod ikkimiz Kulabining uyini ko'rgil bordik. Tar peshtoq udul 2-qavatga ilib chiqatdi. Peshtoq va polga oshirang sun'iy to'qilma yetilgan bo'lib, uy yangi berilgachga pokiz edi. Xalmurod ikkimiz 3-qavatdagi cho'ngroq uyda turishni ixtiyor qildik. Kulabi o'zi 2-qavatdagi oshxonaga tutash uyda turdi ekan.
Oshxonadagi gaz o'choqdagi ishiltib baxmagandek qilatdi. To'nglatqu qup-quruq edi. Bir uyning ijara haqqini deyishmoqchi bo'luvdik Kulabi. Murat öysinin kelib o'ltirivagin dedi. 3 kun ichida biz Kulabining uyiga ko'chib keldik. Kulabi xel gapdan edi. U mening yozarman ekanligimni uqqandan keyin Nazim Hikmat haqida gap qildi. Hatto ba'zi she'rlarini yodlab berdi. U gaparliqda qo'ldagi tamakini tinmay sho'raytdi. Javg'iyning atrofidagi burut soqollar sarg'ayib ketgan edi. Biz uning uyiga ko'chib borgan kuni qoch-qushlarimiz bilan quruq uyni xeli saramjonlashtirib qo'ydik. Magazinlardan yemak-ichmaklarni akirib to'nglatquni to'ldirdik. Xalmuratning qo'li aplik edi. Birdamdil go'shtdimlab go'shtli qo'rimlar bilan birga yedik. Kulabi dasturxonimizning hurmatga sazovor mehmoni bo'ldi. Biz shu oqshimi uyning ijarasi haqida kelishdik. Kulabi bo'sh emas ekan. Bahoni chanqab turib qo'yatdi. Biz oxir uyga haftasiga 75 fond sterling beradigan bo'ldik va 2 haftalik ijaraning haqqini oldin bergandan sirt yana 150 fond sterlingni raniga qo'ydik. Kulabi 300 fond sterlingni sanab razmanlik bilan yanchiqoq saldi. Dasturxon yig'ilib kechilik aromning tayyorligiga kirishdik. Men Xalmuratga chaqchaq qilib, "Murat uysining" deb qo'ydim. Xalmurat darhol tushunib kulib etdi. Kulabi tushgacha uxlaydi ekan. Tushda o'rnidan turib bir chiqib ketsa, yarim kechada qaytib keladi. Naştılık tayyorlash uchun oshxonaga chiqqanda u yotgan uydan o'tishga to'g'ri keladi. Kulabi go'yo hech nimani sezmagandek yotadi. Karavatining yana qo'yilgan ustaldagi kuldan kul va tamaki qoldiqlari bilan to'shib ketgan bo'ladi. Uy ichi ispraytni choyni ehtiyot bilan damlab, putimizning uchida dassigancha uyimizga elib chiqib ketib nashta qilatdik. Kulabining uyi sovuq edi. U gaz tejayman deb kunduzlari gazni etib qo'yatdi. Londonning qishdagi sovuqi damonliqi bilinmagani bilan asta-asta so'ngga o'tib ketadi. Degandek hem bo'lmagan kuni Dresden shamol kirgandek tuyulatdi. Sirtqa chiqmay uyda kitob o'qigan kunlarim ziyoda to'nglab ketdim va oxir hech yerda bo'lmagan zukam Kulabining uyida meni topdi. Na televizor, na internet bo'lmagan bu uy faqat jon saqlashga asqatatdi. Angliyada boshqa allardan kelib panohlik tilaguvchilarning iltijosi qabul qilinib qolsa, darhol uy berildi ekan va har haftasi yetgudek turmush rasxoti berildi ekan. Lekin bu rasxot tejashchan odamlarning turmushiga normal yetsimi, Kulabining turmushiga yetmaydi. Chunki uni chekmadi deganda kuniga bir qop tamaki chekidi desa mubolig bo'lmaydi. Angliyada tamaki bek qimmat bo'lib, 5 fond sterlingdan oz pulga tamaki kelmaydi. Ba'zi kunlari Kulabining uyida qalaymaqan chechilib yotgan pivo qutlarini ko'rgil bo'ladi. Biz Kulabining o'z qo'li bilan bir narsa etib yeginni ko'rib baxmadik. Faqat uning uxlog'ini ko'ratdik. Bir qizning ramkalangan surati Kulabining bosh tarafida hamisha turadi. Uqsaq, u Kulabining qizining surati ekan. Har holda u kishilik dunyosi tarafidan unutilib ketgan inson emasdek qiladi. Kulabi kimlarnidir suyidi, nimaga umid bog'lab yashaydi, bularni bilgil bo'lmaydi. U chekatdi, ichadi va uxlaydi. Onunğa kimlərinin ülpət işkənligi naməlum idi. Qattiq soğuq bo'lib ketgan kunlarmi bo'ldi. Shu vaqtlarda Kulabidagi kartini ilib, o'zimiz gaz qachirildik. Bu orqali issiq o'ltirmoqchi bo'ldik, lekin gaz nihoyat tez tugaydi. Biz sirtqa chiqib ketgan kunduzlarda Kulabi gazni bemalol yiqib isingan ekan. Kulabining talati bargan sari yomonlashishga boshladi. U bizga ortiq gap qilmaydigan bo'ldi. Ba'zida Xalmuratni chaqirib bir nimlarni deydi. Kulabining pasiq, g'ayribona turmushi vujudimni to'litib bearam bo'lishga boshladim. Hamda Kulabining uyida uzun vaqt turishga bo'lmaydiganligini mo'ljarladim. Uning ustiga saxovat qilib berilgan uyni ijaraga berish va ijaraga olish qonunsiz edi. Kulabi orada Xalmuratdan qarz oldi. Men Xalmuratning qarz berishni muvofiq ko'rmagan edim. Arada Xalmuratga boshqa bir yerdan ish chiqdi. U yer xeyli yiroq bo'lg'achqa shu yerga ko'chishga to'g'ri keladi. Xalmuratning ko'chishi meningmi ko'chib ketishimga bahona bo'ldi. Biz ko'chib ketgan kuni Kulabidan oldinla raniga qo'ygan pulimizni ola olmadik. Xalmurat qarz berib turgan pulni ola olmadi. Hapsilimiz bir bo'lgan holda Kulabining keng kushada so'g'uq Bisramjon uyidan xo'shlashdik. Biz Kulabiga amalsiz tashlab ketgan pul hargiz oz pul emas edi. Xalmurat ogohlantirishlarimning tegiga endi yetgandek shuklashib ketdi. Men "Murat, bu sening uying" dedim chaqchaq qilib. Xalmurat bu gapimdan kulmay tura olmadi. U shu kulguncha boshqa bir yerga otlandi. Halimdan obdan xabar oldigan bu inimni chin quchoqlab omonlik tildim. Kulabining salohiyatini to'liq va aniq bilolmadim. Turkmikin deysam, irqiy qiyofati toza o'xshab ketmaydi. Kurdmikin deysam, turkcha so'zlaydi. Uningdan erishgan yakunim shu bo'ldiki, bir e'tiqodga ixlos qilmaydigan odamning yuragi hayot va odamlarga qarata qetib ketgan bo'ladi ekan. Aqidasiz yashaydigan qarindishingiz sizga hech kim yetkazmagan kulfat va ahonatlarni keltirib beralaydi ekan. E'tiqodsiz qilish to'limi yomon ish ekan. Uyg'urlarda uyi yo'qning jini yo'q degan maqol bor.
Öy nuqul halda 4 damdan tüzülgen fizikalik öynül körsetmeydi. Öy kişilik hayattaki bir bütünlükning, mustaqillikning, buruç ve ademiylikning, g'ururining başqacha atalashi. U ba'zi hollarda vatan degan uqum bilan barobar. Har bir odamning o'z oldiga turmush bo'ladi. Shundaqla tushi bo'ladi. Reallikda lazzat qilmaganda tush bir odam uchun to'liq muhim o'rinda turdi. Öy bizning aramxo'da tush ko'rishimizga qulaylik beg'ishlaydi. İngliz yazuvchisi Virginia Woolf bir ayol roman yozmoqchi bo'lsa, uning o'ziga tava puli va uyi bo'lish kerak deb yozgan ekan. Bu gapga ayollarning o'ziga tava erimi bo'lish kerak deganni qo'shib qo'yg'im bor. Navada bu so'zni erlay tadbiqlasa qandoq gap chiqar? Navada bir er mayli nima qilmasin, uning o'ziga tava xudini, uyi va puli bo'lish kerak degim keladi. Shafqatsiz cho'ng shaharlarning turmushida uy degan uqum hamma narsani o'z ichiga oladi. Harganda va ijara qilganda Londondagi ash ijaraga olgan uy yanil birdan bir ko'ngillik makonim edi. U yerda qursaqni to'yg'izib bo'lib, xohlasam kitob ko'raman, xohlasam bir narsalarni yozaman, xohlasam kimlargadir telefon beraman. Bir kuni Qumluqdagi shir filmini ko'rgan kuni xotiramga shunday yozganim esimda. Ba'zida nomardlik mardlik ustidan, vahshiylik insonparvarlik ustidan g'alaba qilish mumkin. Lekin bu hargizmi oxirgi g'alaba emas. Dunyoda mutlaq kuchliklik va mutlaq ojizlik, mutlaq baxt va mutlaq baxtsizlikmi yo'q. Haqsizlikka javob qaytarishning minglab yo'li bor. Mana bu ilohiy kuch qonun. Maydon. So'zlasam dag'man, so'zlamasam dag'i. Ahmad Ziyoyi. Bir ig'iz raskapning salmiqi butkul dunyodanmi ig'ir. Aleksandr Solojinitsin. Ular ne bir haqni tunmaydi, ne bir batilni inkar qilmaydi, ne o'zlarini qo'g'day olmaydi. Said Sulaymon Nadvi, Hazrat Aishadan. Angliyada ommaviy faoliyatlarning ko'pligidan hayron qoldim. Muzeylar, san'at saroylari, kinoxonalar va teatrxonalar, kutubxonalar, tantarbiya klublari, futbol maydonlari, baygi maydonlari, oliy maktablarning leksiya zallari, shaharning cho'ng kichik xotir maydonlari go'yo bir kunmi bekor qolmaydi. Ular hech qanday hukumat yoki partiya guruhlarining buyruq yoki cheklim doirasida bo'lmaydi. Balki qonunni buzuq hurmat qilgan holda o'z xizmatini ado qiladi. Dunyoviy mashhur shaxslar bu yerdagi xalqning madaniyat hayoti bilan tabiiy qo'shilib ketgan edi. Men ko'rgan san'at va ilmiy faoliyatlardagi odatdagi ammo mashhur kishilar bilan bemalol idea almashtira oladi. Huduqush va tamtirashlardan xoli edi. O'zlarini erkin tabiiy tutadi. Ular mashhur odamlarning gapining qarg'u yo'q cho'qinuvchisi yoki qarg'u agashguchisi emas, balki tanqidiy baholag'uvchisi edi. Ular o'zlarini mashhur odamlar va siyosiy zotlar bilan insoniy barobarlikka qo'yib turib savol so'raydi, lekin hargizmo talab hujumkorga aylanib ketmaydi. Ular o'zi va o'ziga bo'lgan muvofiq hurmatni aqliy yo'l bilan tanishishni biladi. Dunyo deyilganda men uni o'zimdan yiroq bir mavhum dunyodek tushunman. Biroq ko'p sonli Angliya fuqarolari o'zlarini dunyo deb tushundigan. Demak, ular o'zlarini dunyoning ichida deb qaraydi. Men o'zimni dunyoning sirtida deb qaraydi ekanman. Mushu umrimgacha dunyoning hech nimasiga ovoz qatnashtirib baxmadim. Balki men o'zimni tushunmaydigan noma'lum ovoz va qarorlarning mahsuli edim. Angliyada ko'chmanlar chiq. Bu ko'chmanlar o'z turkumlari bo'yicha ko'payib, cho'ng kichik jamoatni hosil qilgan bo'lib, har qaysilari o'zlarining irqiy va diniy odatlariga ko'ra har xil ko'lamdagi faoliyatlarni qilib turadi ekan. Qonun bo'yicha har darajalik hukumat ularga faoliyat o'rni va faoliyat rasxod ajratadi ekan. Har bir jamoat o'zlarining diniy urf-odati va tiliga bo'lgan yuksak ixlosini saqlagan holda Britaniyaning qonun orbitasi doirasida birga mavjud bo'lib turdi ekan. Bozor, savdo, madaniyat aloqasi ingliz tili orqali ular bir yerga ekildi ekan. Ular hamkorlashadi ekan va orlashadi ekan, lekin singib ketmaydi ekan. Londonning ba'zi yerlarida masjid bilan cherkovning yonma-yon turganligini ko'rdim. Har kim o'z e'tiqodi bilan mashg'ul ediki, boshqalarning e'tiqodi haqida og'ziga kelganini so'zlab yurmaydi. Bu yerdagi musulmonlar jamoasi qatmal hissiyotga oson berilib ketadigan, ko'z oldini ko'radigan sodda musulmonlardan emasdek qiladi. Ular o'xshamagan e'tiqod va madaniyatdagi insonlar bilan prinsipal birga o'tishni, shu orqali o'zlarining salmoq va chiqishqoqlik obrazini tiklashni biladigan fikrlik musulmonlardek qiladi. Ular Londonning avat rastlarida o'zlarining odatlangan milliy kiyimlari bilan bemalol yuraveradi, hargiz xudoylanib qolmaydi. London ko'chalarida so'ylab yurgan 18 metrlik qizil ko'ch avtobusini haydab yurgan shoferlarning ba'zilari pokistonlik yoki misrlik bo'lsa kerak, uzun qora soqollari ularga sur va hayvat bag'ishlagan edi. Beshidagi qora yoki oq to'ppa vatan ko'chalaridagi qaysidir bir mo'ysifni esimga silib qo'yadi. Londondagi musulmonlarning yurish turishlariga qarab shunday o'ylab qoldim.
Bizning madaniyatimizda nurg'un dunyoviy omil bo'lib, uzoq muddat sirtqa chiqmay yashab, bu tarafdan bayqamas bo'lib ketgan ekanmiz. Shuning bilan birga tafakkurimizni yashgan mahallamizning o'zgarmas odatlari bilan birga bo'g'ib qo'ygan ekanmiz. Bu xuddi iqindan ayrilib qolgan suv qurtlab ketgandek bir hol. Londonda Britaniya podshohining ma'muriy o'rni bor. Uni Buckingham o'rdisi deyishadi ekan. Uning oldida qiyri daraxtlar bilan qoplangan bir bog'cha bo'lib, bog'chaning yanida cho'ng bir ko'cha bor edi. Bu ko'cha bu yerdan ancha yiroq bo'lmagan Haydi bog'chasiga opirdi. Buckingham o'rdisi oldidagi bog'cha bilan ko'chani mazmun qora tumir rishotga ayirib turdi. Hafta oxirlarida ash ko'chadan o'tib qolaman. Rassomlar chizimlarini rishotga yo'lab qo'yishadi ekan. 100 metr oraliqda ashunaq rasmlar piyodalarni o'ziga jalb qilib turadi. Rasmlarning ichida har xil uslubdagi manzara rasmlari bor edi. Ammo Tony Blair va uning hukumatining Amerika rais jumhuri George Walker Bush kichik Bushni masxara qilgan hajmiy rasmlar nihoyat ko'p edi. Dastlabda bularni ko'rganimda andish qildim. Keyin demokratik davlatlarda bunaqa ishlarning normal ish ekanligi esimga kelib, andishamni zo'rma-zo'r bosdim. Ba'zi rasmlardagi bizapchilik ishtonning ig'i bilan bog'lanib ketgan bo'lib, bizning so'rovlardagi seriq yumorlarimizning xarakteriga bakli yaqin edi. Rasmni til jihatdagi bayonga aylantirsak, Uyg'urlarning seriq yumor hosil bo'ladi. Angliya fuqarolari o'z hukumatining Iroq urushi qatnashganligidan intayin norozi bo'lib, Tony Blairni boshqa qitib hajviy qiladi. Bu ahvoldan hayron qolmay turolmadi. Uning ustiga Blairni satlashtiradigan hajviy rasmlar podshoh saroyining oldidagi cho'ng ko'chaning bo'yida kishilarning diqqat markazida turadi. Buni sizg'anlarni tutilib ketdimkin desam, rassom o'z asrining yanida xaridor kutib o'ltiradi. Angliyada hukumat xalqdan cho'ng emasdek qiladi. Hukumatsizlikning ziyini tushungan xalq o'zlarining hukumatining bo'lishi kerakligini va bu hukumatning nima ishlarni qilish kerakligini obdan biladi. Xalqning ra'yi hukumatning xarakterini belgilaydigan alda hukumat xalqdan kuchli bo'lib ketmaydi. Aksicha hukumat kuchining belgilik cheki bor edi. Xalqning universal sopasi hukumatning iqtidor sopasini belgilaydi. Xalq nodon bo'lgan sari hukumat qaram va ko'karma bo'lib ketadi. Demokratik tuzumda bir odamning nodonligi butkul jamiyatning omonligiga qadalgan mix bo'ladi degan edi. Amerikaning sobiq raisi jumhur John Kennedy. Angliyaning taratqullari hukumatning hamma ishini xalqning ko'z oldida oshkor qiladi. Chunki taratqular hukumatning ta'siridan mustasno ayrim gavdi edi. Angliyadagi kishilar qonunning nupozdan boshqa har qanday nupozni qayirib qo'ya oladi va ularga o'zlarining mustaqil bahosini bera oladi. Londonning avad ko'chalarida mahorat ko'rsatayotgan san'atchilarni davomli uchrat qilib bo'ladi. Ularning ba'zilari simot rangida o'zini yasab uzoqqa chiqib tura oladi. Balalardan birisi qo'lini tutib qo'ysa yoki oldidagi qochoq bir atanga tashlasa, robotlardek qiliqlarni chiqarib kishilarni kuldirdi. Ba'zilari alvos shakliga kirib yolg'on qilishlarini shiltib, sat alfaz bilan kishilarni qo'g'lab hayyorlik qilishdi. Men mushularga qarab Londonda zerikib qolgan odam turmushdan allaburun zerikkan odam bo'lish mumkin deb o'yladim. Kapitalizm odamlarning ehtiyojini qo'zg'ab, ehtiyoj bilan ta'minlash o'rtasidagi munosabatning qonun orqali ularni boshqaradi ekan. U kishilarning meng'isi bilan havasini erkin qo'yib berib, iqtisoddan iborat ko'rinmas yip bilan parvoz qildirdi ekan. Bu yerda cherkovlardagi avatliq bankalarga ko'chgan edi. Ko'chalar qarasangiz kishilar erkin va tez qadamlar bilan ketib borgan. Laylab nima qilarini bilmagan odamlarni ko'rgil bo'lmaydi. Qadamlar salmoq va ildam, chiroylarda mag'rurlik, ko'zlarda aniq nishon. Ishkillish, iztirob degandek narsalar go'yo ulardan yiroqdek. Ularning qashidagi yana bir odamning chiroyi va harakati sapsalg'udek holi yo'q. Hech kimga kashil qilmagan. Metrolar belgilangan vaqtda nishoniga yetib bordi. Odamlar yerning ostida yamirib oqidi. London metrolarini odamlarning karizmikin deb qolman. Tartib va intizomlarning hammasi aniq. Jamiyat qanaqdir jigan bir odamning irodasi bo'yicha emas, xalqning irodasidan tuzilgan sistem bo'yicha qonuniyatli harakatda edi. Shunga kishilar qanday vaqtda nima qilishni o'zlari belgilaydi. Ular 3-4 kunlik dam olish bo'lsa, boshqa allaga berib ko'ngildagidek dam ola oladi. Ular haqiqatan dunyo puxrasi edi. Mushunaq muhitni ko'rganimda ixtiyorsiz holda xalq degan ufqum to'g'risida o'ylanib qolman. Hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi xalq degan so'z arabchadan kelgan bo'lib, ma'nosi yoralg'uvchi degan bo'ladi. Yoralg'uvchi degan ufqum bo'lgan ekan, muqarrar holda yaratquchi degan ufqum bor bo'ladi. Bu ikki ufqumning munosabatida xalq o'zining buxroligini yaratquchining oldida o'taydi. Ilmoniy hokimiyat, ya'ni dindan xoli hokimiyatning paydo bo'lishiga ergashib, xalq degan ufqumning ma'nosi o'zgargan. Hozirgi sharoitda ma'lum ma'noda jahonda qancha xil hokimiyat bo'lsa, shuncha xil xalq bor deyishga bo'ladi. Ba'zi hokimiyatlar xalq degan ufqumni dalda qilib turib, bir necha diktatorni rahat farog'atda boqidi.
Yana ba'zi hokimiyatlar xalqni o'zining mo'lozorliq etizi deb biladi. Agar xalq deb atalgan shu tirik nüfus turkumlari o'z hokimiyatiga mustaqil baho bera olmasa, normal qimmat hukm iqtidoriga ega bo'lmasa, nimani qo'llab, nimaga qarshi turishni o'zlarining huquq manfaati bilan bog'lay olmasa, uzil-kesil saylam huquqiga erisha olmasa, o'z oldiga so'zlash huquqiga ega bo'lmasa, ularni haqiqiy ma'nodagi xalq degil bo'lmaydi. Ulardagi puhraviy ongdan so'z ochqil texmi bo'lmaydi. Ularni xalq degandan ko'ra nüfus degan tuzuk bo'ladi. Bundaq alda hükümdarlar kishilarni abstrakt xalq degan ufqumga cho'qindirib qo'yib, xoliqini qiladi. Bu yerda har qanday bir konkret shaxs xalq sifatida hurmatga erisha olmaydi. Hurmat faqat abstraktlashtirilgan xalqqa mansub bo'ladi. 1958 yili 23 oktyabrda Shvetsiya Xon jamiyati Adabiyot instituti shu yillik Nobel adabiyot mukofotini doktor Zhivagoning avtori Boris Pasternakka berganligini e'lon qilganda, sobiq Sovetlar ittifoqi hukumati Pasternakni yozuvchilar jamiyatidan haydaydi va mukofotni olmoqchi bo'lsang, vatandan quvg'ilandi qilinsan deb vahima soladi. Pasternak Xrushchevga xat yozib, vatandan quvg'ilib o'tmasligini o'tinadi. Ayni vaqtdagi madaniyat ministri Xrushchevga vakolatan javob berib, Pasternakning vatanda turishi qo'shildiq deydi va biz xalqning g'asbini hargiz to'sib qola olmaymiz degan gapni qo'shib qo'ydi. Buningdan qattiq seskangan Pasternak o'zini tutolmasdan, "Xalq, sen bayni ishtonning ichidan chiqqan narsaga o'xshab qolding" dedi. Ro'shanki, xalq huquqining markazi bo'lolmaganda, avrat latisiga o'xshash narsaga aylanib qoladi. Xalq deyilganda yana Musa alayhissalomning qavmi ko'z oldiga keladi. Piravanning zulmiga tabiiy kunib ketgan xalq Musa alayhissalomning qutuldirish yo'liga nihoyat tezda ergashadi. Mahkumlik tabiatini ularni Musa alayhissalomning yo'ldan yo'l yuz o'rishga, Piravanning hokimiyatiga panoh tortishga undab turdi. Haqiqat oshkor tursimi, xalq sukut qildi va bu sukut ularga saqlanish tez halokatni oxir elib keldi. Musa alayhissalom to'g'risidagi qissadan ma'lum bo'ladi-ki, tabiiyda mahkumlikqa kunib ketgan xalqning yo'l boshlovchilari va saygak olimlari mislsiz aziyatlarni chekadi. Bu haqda bundaq bir beyitni keltirish mumkin. Nadan al jahilatni tang bilar go'yoki ishratga, g'amiga oshina aqllari patqay musibatga. Lekin har qancha nodon va arzimas bo'lgandimi, uning qo'yni neni azmatni yetishtirishga qodir bo'la oladi. Chunki xalq bor yerda xalq bor. London ko'chalarini aralaganda mundaq bir ish diqqatimni tortdi. Ko'cha bo'ylaridagi ba'zi uylarning eshik ustiga bu yerda paloni kishi munchalik turgan degan so'zlar tushirilgan yumaloq qapartma chiqarib qo'yildi ekan. Bular bir bo'z angliyalik, bir bo'z chet ellik olimlar yoki mashhur zotlar edi. Hatto bog'chalardagi o'rindiqlarning yo'lanchikiga shu yerdagi elning ixlosiga sazovor bo'lgan odamlarning nomi uyib qo'yildi ekan. Men bulardan topfikrlar bo'lgan haqiqiy hurmatni ko'rib yetgandek bo'ldim. Bu hargiz hukumatning safarbarlik bo'yicha bo'ladigan ish emas, balki avomning tabiiy xohishiga aylangan ommaviy madaniyat shakli edi. Demak, Angliyada xalqning yashiga, xalqning xohishiga berilgan bo'shliq nihoyat cho'ng edi. Bu cheklik sahifada ularning hammasi haqida to'xtalg'il bo'lmaydi. Ularning ustiga bizning cho'nqurlab tekshirish imkoniyatimiz yo'q. Men faqat ommaviy bo'shliq, ommaviy joy to'g'risida vakillik xarakteriga ega deb qaragan bir necha yana bayon qilib o'tishni muvaffaq ko'rdim. Ko'p kulturchilik havosiga to'yingan Londonning Stoke-Newington rayonida islom binokorlik uslubidagi bir bino o'zgachilik bilan kishilarning diqqatini tortib turdi. Kishilar uni Aziziya masjidi deb ataydi ekan. Masjidning atrofidagi mahallada asosan turk musulmonlari, kurd musulmonlari va boshqa osiyoliklar tirikchilik qildi. Men Xakni Central ko'chasidagi bir uyda ijarada o'ltirganda Aziziya masjidining ostingi qavatidagi abjilgan do'kondan go'sht olatdim. Chunki men turgan uy bilan masjidning oraligi ancha yiroq emas edi. Masjid 2 qavat bo'lib, yendili bir cherkov bor edi. Lekin men bu cherkovning ochilgan vaqtini bir haqiqatdan ko'rmadim. Deganimdek, masjidning birinchi qavatida hamma talbir do'kon bo'lib, yemak-ichmakning har qanday tibildi. Oppoq xalat kiygan peshqadam qassob xushchiroy edi. Londondagi turklarning go'sht do'koni nihoyat pokiz edi. Ular qo'y go'shtini bo'yin, qo'vrug'a, son, umurtqa buti turlab chiroyli kesib patnoslar silib qo'yatdi. Jigar böreklarni ayrim patnosga silib eng arzon bahada sotadi. Go'shtlarning miyi butunlay elib tashlangan bo'lib, go'shtlar aynaklik sovuq saqlash sanduqida yangi bitib turadi. Do'konning oldida turk tili yozig'idagi gazet haqsiz tarqatildi. Bir tarafdan aylanma kebabdanda to'qi kebab pishirib sotadi, masjidning atrofida turk oshpazlar bor. Bir tarafdan kitobxonada turk va ingliz yozig'idagi islomiy kitoblar va har xil turmush buyumi, yaqinda bir yerda kurdlar jamoatining madaniyat uyi bor bo'lib, ichida Marks, Lenin, Mao Zedonglarning cho'ngaytirilgan suratlari ko'zga alohida chiliqidi. Uyda xeyli ko'p kitob bo'lib, kommunizm dahiylarining asarlari, kommunizm mavqesidagi shoirlarning to'plamlari chiq edi.
Masjid cuma günləri başqacha avatlashib ketadi. Masjidning beqindagi eshikdan masjidning keyin tarafidagi hovliga kirgil bo'ladi ekan. Masjid hovlisining shu tarafidagi 2 qavatlik uy maktab ekan. U yerda bu yerdagi jamoatning farzandlari diniy savodlarni va ona til savodlarini chiqarishi kerak. Masjidning ichiga kirish bilanla oyoqlar silinib, tamdagi oyoq shkaflari qo'yildi ekan. Yerga marmar tosh yotqizilgan bo'lib, jamoat sapmikash kiyib, sol tarafdagi mustahabxonalarga kirib tarat ilishadi ekan. Mustahabxonalar butunlay marmar tosh bilan zinnatlangan, issiq suv va sopun tayyor g'alit puroqlar, qistonchilik yo'q. Kishilar tarat ilib bo'lib, poyboqlarini kiyishib, peshtoq bilan 2-chi qavatga chiqadi ekan. Masjid zali keng va yo'riq bo'lib, mehrob shakli tushirilgan gilam masjid xonasining yuzini qoplab silingan ekan. Gilamdagi har bir mehrob shakli bir odamning sajdasi uchun qo'yilgan. Qizil gilamdagi ratmurat mehrob shakli o'zi hazratimni hosil qilgan edi. Jamoatning irqi va millati ko'p xil bo'lib, qardalliklarni ko'rgil bo'ladi. Allohning uyida kishilarning amal martabasi, boyligi, obro'y va sulti behuda edi. Ular ko'ngildagi taqvoliq bilan bu uyga kirishidi. Ijtimoiy daraja va irqlarini unutishgan holda Allohga yuzlanib mag'firat va yaxshiliklarni tilashidi. Qarmoqqa bu 4 tomdan tuzilgan uy mohiyati odamzod dunyosi. Odamzod dunyosidagi haqiqiy baxt insonning insonga bo'lgan mahkumlikning yo'qolishi va barliq irqdagi insonlarning birlik qibliga Allohga yuzlanishi. Insonlardagi yaxshilik tabiatining kamolat tepishi. Bu odamlar bu yerda Allohning nazaridagi barobarlikni ta'min etishib, o'xshash bir sabti qalblarini Robbiga topshirdi. Masjid xonasining ichida taq shaklli ko'tarma uy bo'lib, rishatkasi daldalangan edi. U yerda ayollar ibodat qildi ekan, ba'zi bolalarning qayg'ishlari olinib qoladi. Namozdan ilgari mo'ysibit bir kishi amr ma'ruf qiladi. Kishilar masjidda erkin o'ltirib anglaydi. Ba'zilar chozi qurib, ba'zilar yuginib, yana ba'zilar tomlarga yo'linib o'ltiradi. Balalar dadalarga yo'linib, aloqayoqlari qiziqsinib qarashatdi. Kimlardir yanchuqidagi atarni chiqarib, yendagi nodonish odamning alqiniga sepib qo'yatdi. Bu odam tabassum bilan tashakkur bildirib, atarni qo'llarining dumsiz soqollariga suvaytdi. Kishilar qandaqdir biray yo'l bilan bir-biriga qarindoshlik izhor qiladi. Mehrobning ikki tarafiga egizligi baliga keladigan kitob ishkabi o'rintilgan bo'lib, uning turki, arab, ingliz yozig'larida yozilgan tom-tom kitoblar tizib qo'yilgan edi. Kishilar xohlasa u kitoblarni varaqlab ta'lim oladi. Mehrobning usti tarafida namoz vaqtini uqtirib turadigan soatmi bor edi. Namoz vaqti bo'lganda saflar tuzilishga boshlaydi. Balalar otalarining yanida turib, otalari nima qilsa agishidi. Ba'zi balalar namozning tartiblarini bilib ketolmay, kulkili qiliqlarni chiqarib qo'yadi. Cho'nglar buni to'g'ri tushunadi. Ular balalarga ortiqcha tanbeh berib o'ltirmaydi. Ularcha masjid balalar tanbeh anglaydigan joy emas, balki ibodatning qanday bo'lganligini o'z ko'z bilan ko'radigan joy edi. Imom yosh edi. Jaranliq, suzuk ovozda tajvidlari bilan o'qilgan oyatlar qatqan ko'ngillarni yumshatdi. Ahangdagi mung teksti tushunmagan odamlarga bu chog'liq hayotda haddidan oshmaslikni, turmush va odamlarga kamtar muomalada bo'lish kerakligini uqtiradi. Kishilar o'xshash bir buyruqda o'xshash itoatda rukuh berishadi va o'rnidan turishadi. Bu ahvolda manfaat vasvasida bir-biriga qonxo'rlik qilishgan, bir-biriga tuhmat chaplashgan insonlarning qilmishidagi behudaliklar dillarga ro'shan ayon bo'ladi. Masjidning sirtida tashdih qotgan ko'ngillar masjidning ichida erib simobdek titraydi. Yosh imom qovul va tamkin edi. Uning tashqi suhbatlari ko'ngilni mahliyo qiladi. U xutbani yil turk tilida, yil ingliz tilida so'zlaydi. Har bir tildagi musulmon xutbadan o'ziga tegishli nasibini ola oladi. Imomning so'zlari dona-dona vazmin bo'lib, ovozda quloqni bearam qiladigan yiqimsizlik yo'q edi. Harakatimo siliq sipoyi edi. Gaplarida batnash, ta'addi, taptani alomatlarini sezgil bo'lmaydi. Imom jamoatning moddiy va ma'naviy turmushiga, ijtimoiy vaziyatga doir masalalarni tushunishlik ixcham o'ttirib qo'yadi. Namozdan tarqaganda peshtaxtning yendagi eshiklarga ekmek nonlar qo'yib qo'yiladi. Hojatmanlar biradin ilib ketsa bo'ladi. Men jamoatning ichida meynat to'pichiray biti kelgan bir odamni uchratmadim. Jamoatning hammasi degidek yuyinib, tarinib, pokiz kiyimlarini kiyib masjidga yetib keladi. Men masjidning ishchi va siratidagi turmush alomatlaridan shunday xulosaga keldimki, Aziziya masjidini ijtimoiy turmushdan ayirgan, faqat namozli o'qiydigan masjid degil bo'lmaydi. Masjidda bo'lingan fikr masjid ta'siriga olgan turmush taraflardan qaraganda, Aziziya masjidi shu tarafdagi musulmonlarning ijtimoiy, madaniy turmush bilan zich bog'langan edi. Masjid musulmonlar jamoatining bir organi edi. U orqali har xil yurt va iqlimdan kelgan kishilar qaysi irqdan bo'lishiga qaramay jamoat shakliga kirdi. Bir-bir bilan kari bo'lmaydigan tartibsiz istixiyalik holatdan saqit bo'ladi. Muallifning bilishicha Londonda ko'lmi bir qator cho'ng masjidlardan Shoh Jahon masjidi, Regent's Park masjidi, London Jama masjidi, Sulaymoniya masjidi qatorliqlar mashhur.
Buningdan boshqa masjidlarning borligi ma'lum. Angliya tuprog'iga tunji ko'chman bo'lib kelgan musulmonlar eng boshda o'zlarining uylarini, ish maydonlarini masjid qilib ibodatini davom qilgan. Ko'chman musulmonlarning Britaniya tug'ilgan farzandlari cho'ng bo'lgan sari Britaniya jamiyat sistemasining ta'siri va Britaniyaning dindan xoli ma'rifning turtkisi bilan ota-onalarga qimmat qarash jihatdan o'xshamaydigan, hatto ota-onalarga qarshi bo'lgan holatga yetganda musulmon ko'chmanlar musulmonlar jamoatining o'zlariga xos muntazam bir faoliyat makonining bo'lishi kerakligini jiddiy tunib yetgan. Demasimi, yer shari xarakterli ko'chish va etnik ko'p xillik deb sifatlanayotgan bir davrda yoshlarning bir qancha turmush usullari moyillishi cho'nglarni andishaga soladigan bir hodisa edi. Ular Britaniya jamiyatining ijtimoiy tuzumi va madaniyat muhitiga munosib kelgan bir yo'l bilan o'zlarining salohiyatini qo'g'dab qolmas bo'lmaydi. Yana bir tarafdan bu zururiyat masjidni Britaniyaning an'anaviy xosligini shalg'utlashtirib o'tadi deb ansilaydigan bir qism yerlik kuchning yeklishiga uchraydi. Lekin yil sari ko'payayotgan musulmonlarning ijtimoiy masalalari Britaniya doiralarining beshini qatirmay turolmadi. Musulmonlarning xosligiga yetilgan ishlarni ularning o'zlariga qoldirish, mundaqcha aytganda o'zlarining masalalarini o'zlari hal qiladigan fizikalik va psixikalik bo'shliqni qoldirish yerlik doiralarning oqilona tanlashiga aylandi. Ma'rif, saxovat, o'lim yetim, nazarchilar, xizmat tepish, ziddiyatlarni hal qilish qatorliqlarni ibodat bilan bir gavdalashtirgan masjidning bo'lishi musulmonlarning talabi yerlik doiralarning qaroriga aylandi. Masjidlar barbara har qaysi doiralarning moliya jihatdagi himoyasiga erishdi. Mana bugun g'arb musulmonlari degan bir uqum ishlarning kundalik nutqlarida uchrab turadigan bo'ldi. Hatto Yevropada tug'ilib shu yerning siyosiy, ijtimoiy muhitida cho'ng bo'lgan musulmon mutafakkirlarmi chiqishga boshladi. Ana shularning biri tarix Radaman, u kunimizdagi Shvetsiyalik ziyoli, faylasuf va ilohiyatchi deb qaraldi. Oksford universitetida tadqiqot va o'qitish bilan shug'ullanayotgan tarix Ramadan xalqaro nurg'un ilmiy munbarda musulmon ellardagi musulmonlar va g'arbdagi musulmonlarning dunyodagi o'rni salohiyat haqida talay qatam nutq so'zlagan. U g'arb musulmonlarining o'z turayotgan madaniyat muhitiga yarasha orqa ko'rinishdagi islom madaniyati shakllantirish lozimligini, buning ichida islom dinining asli tegislari bo'lmish Qur'on Karim bilan hadis sharifni ana shu orqa ko'rinish va g'arb jamiyatidagi musulmonlarning chiqish nuqtasi bo'yicha tafsir qilish lozimligini ta'kidlaydi. U deydiki, musulmonlar o'z turayotgan jamiyatning islomiy darul islom bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar uningga mas'ul bo'lishi, hadislar o'ziga yod ular orqali o'zlarining islomiy salohiyatini isbotlaydigan xuduksirash kasaldan ozod bo'lishi kerak. G'arbdagi musulmon olimlari g'arb ellarining tillarida ko'plagan tadqiqot natijasini o'ttirib chiqarib, g'arb jamiyatining islom haqidagi xuduksirashlarini, islom haqida bir taraflam qarashlarini tozalash kerak. Chunki ba'zi islom mamlakatlari islom dinining asli ahkomlaridan chetlagan bir qator siyosiy tufayli islomning burmilab tushunilishiga bahona bo'ldi. G'arbning jamiyat sistemasi musulmonlarning diniy faoliyatlariga yo'l qo'ydi va uni hurmatladi. Natijada yangi avlod g'arb musulmonlar borliqqa keldi. Ular islom jamoatining mavjudiyati haqida yangicha o'ylanishga boshladi. Ular g'arb jamiyatiga singib kira oladigan islomiy kimlik bilan yangi davrni ochdi.